100 mingga 50 ming foyda qilib mayli 50 ming so'm qilib insofli 80 ming o'zgarayapti qara. Jammi. Biznes bu jala. O'rtag'ini biznes. O'rtag'ini darajaga biznes qiladi. Bo'lmaydi biznesda. Voy ganmi? 60 mingga oldirmanga 130 ming so'm chala 60 ming. Voy jala 50 ming. Amakansan o'g'lim, ammo lekansan jala bor. Otaymi jala musul. O'tirmayman. Mana qaror. O'ta qaytarib qo'y. Zamas 50 mingga sotib olaman. Ye jala sotib olaman. Ye jala. Ber. SMS bor. 130 ming so'm pul tushgan senga. Ma'qul. 50 ming beraman. Kimga borsan, ha? Voy, mana qara. Mayli, boshqa qanchaga oldim deyapti. Mana, gamni sizga bersam aytaman. Iye. Bir gamni. Iye. O'zi aytdi, 130 ming sotib oldik, to'g'rimi? Qanchaga olding sen nima deding menga? Nima sanga farqi bor? Ishi. Voy. Sen o'zing sotib olding. Sen kam narx berding nima? Hey, Nima ekan taqdir? 150 dedim, 130 tashlading. Nima bu? Men 2000 ga qo'ygan shuni ham ol, sen to'ygin jalab, men menga sizga